Mana o'tgan safar birinchi marta kelishimizda kamina syomka qilib ketgandim. Ko'pchilik shoshilib bir xulosaga kelib, nima desam endi, shoshilib bir javob bergan ekan menga, savollar bergan, savollarga javob bera olmaganim uchun ham vaqtim ham bo'lmagandi, javob bera olmadim. Endi mana xudo xolasa ikkinchi marta keldim, sizlarga aniqroq javob berishga harakat qilaman. Endi mana birinchi kelishimizda klinidan tashladim, qaytib ketdim. Yana zakasim bor edi, uni tashlab ishlayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, mana ikkinchi marta keldim, aniqroq sizlarga javob berishga harakat qilaman. Mana oldimda turibdi, xiralab qo'ygan ziyoratgohi Ko'ktunlik ato. Mana hozir yotoq joylarini ham kamini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu endi yotoq joylari. Ichkarida men ichkarini olayotmadim, ayollar bor uchun. Qozon tovoq, uchoq hamma narsalari bor ekan, xullas. Mana bitta suvlar bor. Suv problema emas ekan bu yerda. Hamma narsa bor. Mana bitta mana yuvinadigan xolasi, dushlar bor ekan. Hozir bir kishini mana xudo xolasa suhbatga tortaman. Bu kishi mana Qirg'izistondan kelishgan, har yili shunga kelib davolanib ketar ekan. Mana shu mana dam olayotgan joylari, yotoq joylari. Mana har joylardan kelib, mana shifo izlab shu yerga kelishgan ekan. Hozir mana shifo izlab kelgan bir qirg'izistonlik og'aynimizni gapiramiz oxirroqda. Mana aniqroq qilib bilib olasizlar yana. Mana o'ng tarafimda ayollar nima qilishar ekan, davolanishar ekan. Mana bu chap qo'limizda erkaklarniki. Xolos erkaklar addinda, ayollar addinda o'tirishar ekan. Qum olib. Assalomu alaykum. Tojikistonlik tajikeli tuğanlar, Nimet akaning подписчиктери. Men Qirg'izistondan keldim. Shu qumga 3 yil keldim. Bu yil 3-yili keldim. Tizem o'rib, iki tizem o'rib, bosqanda qiynalchilam. Qishi menen o'riydilar tizelerim. Shu qumga kelib 3 kun 4 kun jatib, o'sha lecheniya qilib ketem. Lecheniya qilib ketgandan keyin 1 yilga chayin girib dagı bo'lmayim, tizelerim dagı o'rbaydi. Shunday yaxshi yer Xudoy shunday bir o'zincha bir yaxshi bir qum, qanday desem dagı. Allah Taoloning nazari tushgan yer. Ushul qumni Qirg'izistonga aparib dagı, je boshqa yerga aparib dagı lecheniya qilsang bo'lmaydi. Ushul yerni o'ziga duo ketganda ushul yerga kelib, jatib, ushul yerga lecheniya qilsang yaxshi bo'lasan. Faqat shu yerda. Faqat shu yerda, boshqa yoqqa aparsang bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qirg'izistonga del olib borgan murda. Uje boshqa yerga chiqqandan keyin deysiz bermaydi. Только ushul yerda duo ketganda bu yerga. Ushul yerda boya bo'ladi. Lecheniya. Bardingizga rahmat. Mana shu yerga yozib qo'ygan ekan, ziyoratgohi Ko'ktunlik ato. Mana bu yerda ham mana yotoq joylari bor. Uzunroq joylashgan ekan, bitta joyda emas. Mana shundan boshlangan, bir 200 metr, 300 metrgacha ketgan xona bo'lib, mana oilaviy kelib dam olib, lecheniya qilib ketsalar ham bo'ladi. Mana ayollar lecheniya olishyapti. Boya aytganimda, u tarafida erkaklar, bu tarafida ayollar bilan lecheniya olishyapti.